Assalomu alaykum. Hozir mana robotimiz bor. Dori sepadigan. Ya'ni boshqacha robotlar ham bor. Bu kompaniyada mana shu aqlli qishloq xo'jaligiga foydalanadigan katta boshqa nimalar bor. Mana shu oddiy Belarusga o'xshagan traktorlarda foydalaniladi. Shularni bu yerda mana hozir robotimiz yurdi. Bu avtopilotda ham yuradi. Hozir qo'lda boshqarib, tajriba maydoniga olib chiqadi. Ishga tushdi. Boshqartirib bir marta eslab qo'ygandan keyin o'zi dalada aylanib yuraveradi. Bir tomonni o'chirib qo'yib yursa bo'ladi mana. Ikki tomonni o'chirib bo'ladi. Hozir bir tomonni yoqib, ikkitadan ham yoqib boshqarasida ham eslab qoladigan joyi ham bor. Bir marta aylanib chiqqandan keyin safar dalani o'zi ham boshqaradi. Chunki to'siqlardan, o'qariqlardan ham o'tib ketadi. Yo'qsa qildiraylik variantini ham qilish mumkin. Va shuningdek boshqa nima, misol uchun o'tini o'rib beradigan gazonokosilka yoki beraveradigan variantlarni ham bemalol qilsa bo'ladi. Traktor kerak emas, o'zi avtopilot o'zingiz qo'lda boshqarib ishlatsanglar ham bo'ladi, o'zi eslab qolib avtopilotda ham ishlayveradi. Shunaqa robotda kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Undan tashqari navigatorlar bor va traktorlarga Ertex degan lazer tekstlar uskunalar uchun oborudniy ishlab chiqaradigan korxona. Kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga qo'yib beramiz deyishyapti bu narsalarni. Buni istalgan dalaga qo'ysa bo'ladi. Qildiraylik variantlari ham bor. Hozir ko'rsataman. Mana bu endi razraботkalar. Bu endi sinov uchastkasi bo'lgancha har xil bor. Mana mashinga bunga selga qo'yiladi. Misol uchun bu emas. Mana bitta o'zini selkasi bor. Hozir qayta ko'ring. Mana bu selga qo'yiladi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Misol piyoz, ukrop shunaqa narsalarni ekishga. Va boyiga robotimizga qo'yiladi bu. Misol uchun mana bu robotga qo'yiladi. Bu robot universalniy. Bunga lazer ham qo'yadi o'tlarni olishga. Undan tashqari lazerdan tashqari boyiga dori sepadigan qo'yadi va selka 3 ta narsani bajaradigan bo'ladi. Agregatni almashtirib ishlayverasizlar. Как бы kichkina mini traktorda bo'ladi. Bu elektriskiy. Keyin mana selkalarga elektriskiy sanab soladigan, tiqilib qolsa ko'rsatadigan moslamalar bor. Bu anaqa bilan bitta komplektda olsa ham bo'ladi. Navigator bilan bitta komplektda olsa ham bo'ladi. Endi bu sal nimaroq ekan, e'tibor bermaysizlar. Sinov maydoni bo'lgani uchun ishlayotgan joyiga tushib olay dedim. Mana hamda hozir avtopilotda yuraveradi bu hozir mana. O'zi borib kelaveradi bu. Hozir ko'rsatasizlar. Orqasiga nimaga e'tibor bermanglar. Sepadiganiga buni paxta, bug'doyga ham ishlatsa bo'laveradi. Har xil variantini qo'ysa bo'ladi. 300 litrgacha suv oladi. O'sha benzinda yo'lmasa dizelda ishlaydigan variantini ham qo'yib beraverishadi. Muammo yo'q hech qanaqa. Bunday qilib yuraveradi. Rahmat. Davom etinglar.